Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan ochilmagan qiralarimizni ochamiz. Bu adashim o'g'lini tug'ilgan kuni sharlardan fotozona yasamoqchimiz. Joyga shu tanladik. Adashim o'zi hamma narsani olib kelib qo'ygan ekan, girlyand, harfiy kelgan sharlar. Ular ishirishni boshladik. Qizimni ham o'g'limni ham tug'ilgan kuniga o'zim fotozonalar yasaganimda adashim ko'rgan ekan, menga yasab berasiz degandi. Qizim o'zi bilan o'zi o'ynab yuribdi, o'zing uchun o'ylayaptim dunyoda. Adashimning o'g'li ham o'ziga o'zi harakat qilib yuribdi. Sharlar ishirib bo'ldim, endi shunaqa pastafaga terishni boshladim. Bu soha meni shunchaki hobbiyim, hech qayerda o'qimagan. Shuning uchun uncha kamchiliklarga e'tibor bermaysizlar. Tavba qildim, buncha azvochka qilish qiyin. 2 soat vaqtim ketdi. Xullas shunaqa kallachalar qo'yib oldik. Boylab oldim, qizim shu yerda kamerani surib ketibdi. Happy birthday yozuvi bor edi, uni shirishni boshladik. Ranglar juda chiroylisini tanlabdi. Qizim o'ziga o'zi xursand, bir nimalar qilib o'tiribdi. Rasman shunaqa girlyandni ilib oldik. Tayyormi, sizlar kutganmidinglar degan joyi. Kommentariyada 1 dan 10 gacha baho berib ketinglar. Chiroyli video yasashga alohida shunaqa kadrlar oldim, uni alohida qo'yaman. Hammadan birinchi qizim o'ynadi, rasmga tushdi. Xullas hammasini bitirib, sekin yo'l oldi. O'zimga rosa yoqdi. Qayta rasmga oldim. Qizim shapka kiymaganda o'zim sharfimni o'rab qo'ydim. Ozgina yurganimizdan keyin akam ko'rib qoldi, uyga yetib oldi. Xullas shunaqa gaplar, like, podpiska, xursand bo'laman.